Bayram sovg'asi tariqasida men bir kokteyl tayyorlab bermoqchiman sizlarga. Kokteylimizning nomi esa erkaklar nima xohlashadi deb nomlanadi. Shunaqa nom qo'ydik bugungi kokteylimizga va bugun kokteylimizni tayyorlashni biz albatta ayollarimizni eng sevimli mevalardan tayyorlasak menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi degan bir reja asosida boshlamoqchiman. Demak, bugun birinchi bo'lib olmadan boshlaymiz. Demak, olmani esa bizda ko'proq nima deydi, bir mehnatkash ayollarimiz, qo'li ochiq ayollarimiz hamda olmani xush ko'radigan ayollarimiz aksariyati haligi iloji boricha kimgadir yordam berishga oshiqadigan ayollarimizga haligi nima deydi, ko'proq iste'mol qilishar ekan. Shuning uchun albatta biz kokteylimizga olmani birinchilardan bo'lib qo'shishga harakat qilamiz. Demak, navbatdagi bizning mevamiz bu nok. Demak, nok ko'proq haligi xarakteri juda bir bosiq ayollar va ko'proq o'sha ko'pchilik bilan do'stona munosabatda munosabatda bo'lishga harakat qiladigan ayollarimiz juda ham ko'proq iste'mol qilishar ekan. Va albatta shuning uchun biz nokni ham bugungi erkaklar nima xohlashadi degan kokteylimizga qo'shishni o'zimizga joiz deb bildik. Demak, navbatdagi mevamiz bu banan. Bu bananni ko'proq haligi nima deydi, bizdagi ayollarimiz orasidagi bir qattiqqo'l ayollar albatta bananni tropik meva va kayfiyatni ko'taruvchi meva deb hisoblaymiz va bizni ayollarimiz orasidagi o'sha nima desak bo'lar ekan, bir yubkadagi generallar menimcha ko'proq iste'mol qilishadi desak menimcha adashmagan bo'laman. Chunki sababi bu generallarga, o'sha yubkadagi generallarimizni kayfiyatini biroz ko'tarishga va ularni haligi jahlidan tushishga yordam beradigan meva deb o'ylayman. Va undan tashqari garchan shu yubkadagi generallar haligi juda bir qattiqqo'l, jahldor ayol bo'lishsa ham, lekin baribir biz erkaklarni aytganini qilishadi va biz erkaklarni haligi chizgan chizig'imizdan chiqmaslikka harakat qilishadigan ayollar yaxshi ko'rishar ekan. Demak, bu banan. Apelsinni esa ko'proq o'sha birdaniga hamma bilan til topishib chiqishib ketadigan ayollarimiz juda ham xush ko'rishadi. Va undan tashqari apelsinni ko'proq iste'mol qiladigan ayollarimiz sirasiga yana o'zini baxti uchun o'zi kurashadigan ayollar ham kirar ekan. Demak, shundoq ekan, biz erkaklar nima xohlaydi degan kokteylimizga navbatdagi mevamiz, qo'shiladigan mevamiz bu apelsin. Ko'rib turganingizdek, deyarli tayyor bo'ldi va yana bir narsa albatta qulupnay. Qulupnayni menimcha deyarli barcha ayollarimiz sevib iste'mol qilishadi va ko'pincha qulupnayni bilasizmi? Qanday ayollar ko'proq o'zini yaxshi ko'radigan, o'zini sevadigan ayollarimiz ko'proq iste'mol qilishadi va undan tashqari qulupnay yana bir ayollarimizga o'xshashib ketadigan tomoni haligi uyalib ketishganda haligi ikki yuzimda qizarib ketadi. Shu tomonlari ham haligi qulupnayga o'xshashib ketadi. Albatta qulupnayni biz bezatish uchun ishlatamiz, lekin buni yesa ham bo'ladi albatta. Albatta bahoriy qulupnay emas, qishki, lekin shuni inobatga olib qo'yamiz. Buni iste'mol qilish uchun tayyorlab qo'yamiz. Demak, bizni erkaklar nima xohlashadi deb nomlangan kokteylimiz tayyor bo'ldi. Chin qalbimdan ayollarimiz, sizlarni bayraminglar bilan tabriklayman. Iloyim har doim shunaqa bizning o'zbek ayollarimiz nima deydi, odobli, axloqli, iffatli, go'zal va har doim baxtli bo'lib yurish sizlarni hammalarga
nasib qilsin. Bayraminglar bilan tabriklayman. Rahmat.